Yangiyo'lda to'xtab go'ja ayron ichib ketamizmi? Bu M39 Toshkent Termiz avtotrassasi. Tak, shu joyda ayron go'ja sotishadi. Shu Toshkentdan Samarqandga qarab ketaversangiz, Yangiyo'l degan joy bor. Shu joylarda ayron go'ja shunaqa salqin ichimliklarda yaxshi qilishadi deyishadi. Hozir ko'ramiz. Biz ham to'xtadik. Shunaqa joylarda to'xtab ayron go'jalardan ichib ketsangiz, safaringiz yanada ham qiziqroq bo'ladi. Odamga bir kayfiyatini ko'taradi odamni. Ya bunu nimasi bilan suxariga bilan yemadik. Mana suxariga ham bor-a? Ha? Hozir olib keladi tam. Go'jaga ayronga nima suxarik sot degan yaxshi. Bormi? Mana chiroyli qilib gullar ekib qo'yishibdi. Mana somsalari ham bor ekan. Somsadan yeb olamiz ozgina. Takansa ikkinchi marta ko'taryapsam. Mana shunaqa joyda to'xtadik. Yaxshi joylar ekan. Ayronni ichdik. Ketdik endi dalishib.